Ayol qachon o'zini yo'qotadi deb post joylagandim. 1000 tadan oshibdi bunim. Ya'ni ayollarimiz qachon o'zini yo'qotadi va erkaklashib ketadi degandim shu postda. Qachonki ayol kishida mas'uliyat judayam ko'payib ketganda, men so'zi ko'payib ketganda, qilishim kerak so'zlar ko'payib ketganda ayol o'zini butunlay yo'qotadi. Ya'ni unda erkaklik gormoni oshib, o'zini yo'qotishni boshlaydi va jizzaki, asabiy, jahldor bo'lib qoladi. Bunday ayollarni yonida eri ham misol turgisi kelmaydi, yashagisi kelmaydi. U erkak ham ko'chadan mehrni istaydi. O'shanda ayol kishi o'ziga o'zi savol berar ekan, men qaysi joyda xato qildim va qaysi gunohim uchun erim boshqa ayol bilan yurdi va xiyonat qildi deb. Ya'ni ayol kishi o'zini unutib, oilam, bolam, chaqam, ro'zg'orim derganda, eriga bo'lgan e'tiborini unutib, o'ziga mas'uliyatni kuchaytirib yuborar ekan. Erkak kishi esa uni ro'zg'ori yoki bo'lmasam mas'uliyatligini ko'rmaydi. Ya'ni ko'chada o'ziga bino qo'ygan ayollarni ko'rsa, o'ziga qarab yurgan ayollarni ko'rsa, taqqoslashni va solishtirishni boshlaydi. Mana bu ham ayol, uyimdagi ham ayol. Buning ham bola chaqasi bor, karyerasi bor, puli bor, kiyinish yurishi zo'r, atrupasi joyida. Meni ayolim esa faqat ro'zg'or deydi, bolam chaqam deydi, o'ziga qaramagan, palapartish deb solishtirish boshlanadi va xiyonatning o'chog'i boshlanadi. Bundayroq olib qaraganda. O'shanda ayol kishi o'zini yeb bitiradi va unda bitta narsa turtki bo'ladi faqat yashash uchun. Nimaga yashayapsiz? Farzandim uchun. Farzandim uchun chidayapman, farzandim uchun mas'ulman deydi, xolos. To'g'ri, biz hammamiz ham onamiz. Hammamiz ham chidaymiz. Hammamiz ham farzandimiz deymiz. Uyimiz, ro'zg'orimiz, bekami ko'z, janjalsiz bo'lishini istaymiz. Lekin shunday narsa borki, ayolni ayol qilish ham, uni go'zalligi-yu iffatini saqlab turish ham, buning bari erkak kishiga bog'liq deb hisoblayman. Chunki erkak kishi bog'bon. Biz uning bog'ida o'sayotgan bir gulmiz. Bog'bon gulga qancha ko'p mehr berib parvarishlasa, shunchalik unib o'sadi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Ayol kishi ham ozgina o'ziga e'tiborli bo'lishi kerak. Ya'ni erkak kishini qilayotgan ishini olib turib, yo'q men qilaman, men demang. Erkak kishini qiladigan ishini erkak kishi o'zi qilishi kerak. Ya'ni siz erkak kishini oldida ojiza bo'lishingiz kerak. Unga aql o'rgatib, erkak kishiga aql o'rgatish emas, uni yonida ojiza bo'lgan ayolgina baxtli bo'la oladi. Chunki erkak o'sha ojiza ayolni oldida o'zini erkakdek his qiladi. Agar yo'q, sen qila olmaysan, men bilaman, hamma narsani men qilib tashlayman, sen qara nima qilding, nima qilib tashlading desangiz, u erkak kishiga sira ham yoqmaydi. Uni g'ururini to'kkan hisoblanasiz. G'ururi to'kilgan erkak esa ayolidan ko'ngli tez qoladi. Hurmatli ayollar, biz ayol kishimiz ojizamiz. O'zimizga qarash, o'zimizga ozgina e'tiborli bo'lish, o'zimiz rejim qilib olishimiz kerak. Eng zo'r yo'l rejim. Rejim bilan ish qilsangiz, vaqtingiz ham unumli bo'ladi, kuningiz ham fayzli bo'ladi. Ana shunaqa. Plan va ish reja tuzing. Bugun buni qilaman, bugun uni qilaman, bugun buni qilishim kerak, uni qilishim kerak. Yozib o'tirmasangiz ham miyangizda plan va reja bajaring. Bugun u ishni bajaraman, bugun bu ishni bajaraman, bugun ulgurmadim demang.
ulgurganingizcha bugungi rejani bugun qiling. Ertangi kunni ertangi plan, ertangi rejalar bilan qiling. Agar videom sizga yoqqan bo'lsa, podpiska bosing va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni asrang ayollar.